Xo'p, xo'roz urishgandan keyin chechak kasalligi, xo'rozbozlarning orasidagi chechak deymiz, lekin bu zolotistый stafilokokk. Buni hozir davolaymiz. Xo'p, bunda birinchi bo'lib oksiprol antibiotikdan foydalanamiz. Oksititratsiklin tarkibi, lekin bu qolgan oksititrasiklinlarga o'xshab achok bermaydi. To'shiga ukol qilinadi kamida 3 kun va Meloxicam 0,5%likdan yarim grammdan ukol qilinadi badandagi og'riqlarni olish uchun. Bundan tashqari, xo'p, dastin preparatdan qilinadi immunitetni muntazam ushlab turish uchun va vitaminli kompleks. Men bunda Incambivitdan foydalanaman. Mana bu ikkalasini bir kun qilsa bo'ladi, lekin Meloxicam bilan oksiprol antibiotikni 2 kun qilish kerak. Так, oksiprol, Meloxicam. Dastim to'shiga. Bu tarafiga Incambivit. Shu tartibda 3 kun ukol qilinadi.